Assalomu alaykum qizlarjonlar. Hozir gulimizni ekib olamiz. Meni eng yaxshi ko'rgan, sevimli gullarimdan bittasi. Hozir bu yulinmas ekan. Hozir qaychini olib kelib kesib olaman. Ekiman. Gulimizni ehtiyotkorlik bilan kesish kerak, chunki nimaga desangiz, bu kartoshkasi bor. Kartoshkasiga ozgina tig' tegsa ham chirib ketadi. Avaylab kesib olamiz. Gulda uyga olib kelganingizdan keyin, masalan, do'kondan gul sotib olasizmi, bozordan gul sotib olganingizdan keyin birdan ekmang, 2-3 kun uyingizni haroratiga o'rgatib, keyin gullarni ekishni tavsiya beraman. Mana bu eski barigi, birinchi ona barig hisoblanadi. Bundan qo'rqmaslik kerak qurib qolganida. Bu nima uchun quriydi? Sarg'ayishi quyoshdan sarg'ayadi bu. Keyin yana quyoshdan keyin tomirlari zich. Hamma tomirlari mana sog'lom. Mana tuproq qolmagan bularda. Bunga teginmaymiz. Bezovta qilmayman buni. Mana kartoshkalari juda ham sog'lom kartoshka ekan. Men bo'lmayman. Menga mana shunday yoqadi. Mana shuni ekib olaman. Hozir men buni ko'mirni o'g'iga bir nima qilib olaman. Xohlasangiz tabletka bor. Tabletkaga ham qilishingiz mumkin. Menda tabletka, Google tabletkasi bo'lmaganligi sababli ko'mirni o'g'iga qilyapman. Buni o'zi aslida ozginagina 2 barmoq kattalikda yoki 1 barmoq kattalikda ekish kerak tuvakka. Lekin menga unaqa tuvagim yo'qligi sababli hozir men mana shu tuvakka ekmoqchiman. Lekin bu tuvak kattalik qiladi, juda kattalik qiladi, lekin boshqa tuvagim yo'q. Buni ichida perlit, vermikulit bor. Mana oddiy tor aralashtiraman, bo'ldi. Boshqa hech narsa kerak emas bunga. Buni tagiga ozgina, juda ham ozgina ko'kak solib olaman. Juda ham oz miqdorda solib olaman. Ozgina ko'kak solib oldim ichiga. Bismillah. Bilmadim hozir bu bo'ladimi, bo'lmaydimi? Menda shu faqatgina borligi uchun shunga solib oldim. Ozginagina, bilmadim. Mana shunday qilib oldim. Bunday qilib joylashtirib olamiz. Salgina bosaman. Mana shu guli yo'qmayapti, cho'ta qiyshayib qolganda. Salgina qiyshayib qoldi. Salgina bunlar qo'yib. Gul ekmaganimga ancha bo'ldi. Gul ekishni ham hattoki sal unutib yuboribman. Chunki ancha bo'lib ketdi gul ekmaganimga meni. Qaytadan tuproqlarni chiqardim. Bilmadim. Yana picha ozgina turib bersa xudo xohlasa kelasi. Bu ancha yil, menimcha 5 yilga bu tuvak yetadi. Chunki juda katta tuvak. Tuvakni maydasini tanlashlaringizni tavsiya beraman, chunki nimaga desangiz, mayda tuvak tomirlarni qisganda yaxshi rivojlanadi gulingiz. Bunday qilib urib olamiz. Gulimiz yaxshilab joylashish uchun.
Juda ham yaxshi ko'raman shu gulni. Juda ham hammasini birdan sog'ib olaman. Zarari yo'q buni. O'zimda eng yaxshi ko'rgan, sevgan gulim bu. Seni sevdim dedi bu. Endi bu gulimizga ro'pa-rosa bir haftadan keyin suv qo'yamiz. Hozir umuman teginmaymiz. Suv olib qo'ymaymiz. Teginmaymiz zamonaki. Gullarimizni mana shunday qilib mazza qilib. Lekin men shu guldan xavotirdaman, bilmayman bu gul nima bo'ldi. Hozir bunday qilib bir narsani tirab qo'yamiz. Juda ham chiroyli gul meniki. Juda ham noyob gul. Menga yoqadi, bilmayman boshqalarni. Lekin menga juda ham yoqayotgan gullarimizdan bittasi. Hozir men bu yoqqa cho'pak tirab qo'yaman. Ushlab turadi gulimizni. Mana bu tarafdan bog'lab qo'yapman. Shunda gullarni ko'rib olishlaringizni tavsiya beraman, tomirlarini va o'zini ko'rinishlarini. Manaki. Juda ham chiroyli gul, vaqti menga yoqayotgan gul. Mana uni ozgina ustiga ham sochib qo'yaman. Yana ustiga ham xom bizib qo'ydim. Ustiga ham nima qilib qo'ydimki, chiroyli chiqsin deb. Mana shu gullarimiz. Juda ham chiroyli chiqdi.